madaniy hordiq olish maqsadida mana bunday skameykalarda o'tirib, dunyo tashvishlariga tut degizdirib qo'yib, o'tirgan bir vaqtingizda sizni do'stingizmi, yaqiningizmi, oshnangizmi bir kelib, Murojonaga do'st bo'lib kelib turing. Assalomu alaykum, yaxshi charchamang. Agar do'stingiz sizga qadrli, oqibatli bo'lsa, qani marhamat skameykaga o'tirgizib. Do'stingiz siz uchun jonga jon, qonga qon bo'lib beradigan bo'lsa, do'stim 1 daqiqa deyiladi. Do'stlardan urmeni bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Mana bunday qilib dasturxon yozamiz. Bunga keyin endi ko'rinmasa ham, hali bishiqloq suv, non, pon bu narsalarni qo'yib, do'stimizni qorinini to'plab, ko'rinmaydigan ochlardan oling, ko'rinmaydigan ochlardan oling deb madaniy hordiq olish maqsadida mana shunday skameykalarni, stullarni, transformer stullarni ishlab chiqaramiz. Akalar, ukalar, biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Xo'sh, nima edi qishloqning nomi? Sho'r qishloq. Sho'r qishlog'iga kelganmiz. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan juda ham ko'p qirrali, nima deydi, transformer stullarimiz. Buni ma'lumotini Murojon akamning o'zi berib o'tadi. Murojon akamning o'zi ham ishlab chiqaradi, ham ma'lumot beradi, ham sotadi, ham bloger. Ham menga ustoz bo'ladi, xudo xolasa. Akamiz bilan to'liq ma'lumotini beramiz. Sizlar undan oldin bittadan like bosib, kommentariyaga omad deb qo'ysalaring bo'ldi. Boshlayveramiz bo'lmasa. Assalomu alaykum. Ustalar Rus kanalining obunachilari narxni yoritib berishni boshladik. Xo'sh, transformer stolimiz tashqariga qo'ysa ham bo'laveradi, ichkariga qo'ysa ham bo'laveradi. Endi darvozaxonaga demoqchiman. Uzunligi 1.70, skameyka bo'lganda 3 kishi, ochilganda 6 kishi o'tiradi. Narxi 1.600.000 so'm. Ishlab chiqarish sexlari bor akalarimiz uchun ham juda ham qulay. Misol 6 ta ishchi bir vaqt o'zida ovqatlanadi. Ovqatlanib bo'lgandan keyin mana bunday qiladi. Yig'ishtirib qo'yiladi mana. Gap yo'q. 1.600.000 so'm. 1.600.000 so'm. Endi bundan tashqari sizda juda ham ko'p tovarlar, ya'ni nima deydi? Stol, detskiy, plashatkalar, o'yingohlar, yangiliklar. Mana bunimiz endi bu sportga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun. Men ham sportga qiziqaman, lekin bunga qiziqmayman. Gap yo'q. Like bosib qo'yinglar. Bunimiz legirovkali bo'ladi, xohlagan balandlikka o'zgartirib maqsa bo'laveradi. Mana bunimiz burusimiz, bunimiz turnigimiz, xohlasa narigi tomonda ham ishlatsa bo'laveradi. Ikkita tomonga ikki xil qo'yib, narxi 1.5 million so'm. 1.5 million so'm hozirgi kunda. Hozirgi kunda, ha. Mana bu ukamiz endi qorinni yo'qotaman degan aka-ukalarimiz uchun narxi 1.300.000 so'm. Akalar, hozir noto'g'ri qilyapti hozir. Noto'g'ri qilyapti. Men ham shunday aytmoqchi edim. Hozir Pirska emas, boshqa joyga ishlayapti. Javobga boshqa joyga chiqib ketadi. Xo'sh, mana bularimiz o'sha domlarga, bog'chalarga qo'yiladi. Kichinasi qanchalik deymizmi, nima deymiz? Tarozi deymiz. Tarozi. Pachimnihsiz varianti 2 metrlik 650.000 so'm, pachimnihli varianti 2,5 metrlik 750.000 so'm. Endi yoshligini sog'ingan aka-ukalarimiz uchun bemalol bitta hovliga olib qo'yib, yashil manzaralarni qo'yib, chekkalariga bularni qo'yib qo'ysa, juda ham chiroyli. Albatta. Bo'ladi. Farzandlari undan tashqari o'zlari ham redki madaniy holida olish maqsadida farzandlarini o'ynashadi. Javob. Xo'sh, bunimiz endi ko'proq ro'zg'orga olishadi, darvozaxonalarga qo'ygani. Keldi-ketdiga narxi 700.000 so'm. 700.000 so'm hozirgi kunda. Uzunligi 1.70. Mana bularimiz esa o'sha domni oldiga o'yingoh qilsa, shunaqangi rang-barang stol qo'yiladi. Bu ham kattalar uchun narxi 700.000 so'm. Akalar, e'tibor beringlar. 5 svetlisi ham 700.000 so'm va mana bunda svetofor ranglisi ham 700.000 so'm. 700.000 so'm, Bundan tashqari mana sotuvchilarimizda bittani obzorini qilaylik. Yosh bolalar uchun ekana. Sizni ham ko'taradi. Yo'q, javob chiqing. Aka, ammo bemalol. Ayani o'rnashtirib olsangiz bo'ladi, ko'tarilib qoldi bitta ya. Ana shunday, ana shunday. Qadrdonlar qaranglar. Men o'zim vesim 120 kg, lekin duxum 200 kg. Jami 320 kg vesti ko'taradi. To'g'rimi? Donaga 65.000 so'm. Donaga 65.000 so'm. Mashallah, bo'ldi, ko'tardi. Hozir buni rangi ko'ku, birozdan keyin qizarib ketar ekan. Javobga qizarib ketadi. Donasi 65.000 so'm, to'rttaliga 450.000 so'm, stullari MDF bo'ladi 8lik, mana bunisi laminat bo'ladi. Laminat. Mana shu turshi necha pul hozir? 450.000 so'm. 450.000 so'm. Mashallah. Buni 6 taligi shuni 650.000 so'm. Narigi 8 taligi. Buni endi xususiy bog'cha ochib turganlar, undan tashqari davlat bog'chalarida ishlab turgan xodimlarimiz bemalol kelib ko'rib olsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi, Buni 850.000 so'm 8 taliga. 8 talik 850. Xo'sh, bunimizni ko'proq ovqatlangan olishadi, tashqariga qo'ysa ham bo'laveradi. Taxtali variantda, yomg'irda, do'lda, selda qolib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Komplektiga 1 million so'm, skameykani o'zini oladiganlar ham bo'lib qolsa 350.000 so'mdan. Zo'r, mashallah. Xo'sh, endi mana bunimiz. Bunimiz qayiq deyiladi, lotka deyiladi. Bizni ko'taraveramiz? Albatta. Siz ko'tarsangiz bo'ldi buni. Qani? O'tiraveramiz. Albatta o'tiraman. Men ko'taraverasan o'lik. Yo'q. Chunki balansda ikkala tomondan o'shamay qolgan anaqalarni kesaveramiz. Shunaqa. Balans ikkala tomondan bir xil o'tirish kerak. Bo'ldi. Bu tomonga 2 kishi menda qildan 2 ta o'tirsa, bu tomonda bitta bo'lsa, o'shanda ushaydi nima. Siz anaga 3 ta o'tiradi, men o'zim o'tiraveraman. Chunki meni duxumni ham hisobini o'ynayman. Narxi 1 million so'm. 1 million so'm. Mana olib ketaylik. Bu endi shunaqa bog'chalarga. Bog'chalarga 5 talik.
Bu o'rindiqlar ham laminatdan qilingan. Buni xolasa alohida Mustahkam. ishlatsa ham bo'laveradi. Men do'stlar, bitta like bosadigan joyi lekin alohida ishlatsa ham bo'lagan. Albatta. Men buni endi gul shakliga keltirilgan chiroyli fason uchun deb o'ylagandim, lekin bitta yakka o'zi ham Ishlatsa bo'laveradi. shu bog'chadagi bolajonlar urushib qolsa ajratib oladi. Albatta. Yarashib olganda bitta qolar. Aha. To'g'rimi? 1 million so'm shu 5 taliga. Zo'r. Mana shunday. Mana shunday bo'ladi. Maşallah. 1 million 5 taliga. Aha. Xo'sh, endi buni aytdik-a? Buni aytdik 1 million 600 ming dedik. Aha, bog'chalar uchun divanlar narxi 750 ming so'm 2 taligi. Temirli varianti. Temirli variant. Mana shu temirli varianti ozgina mustahkam bo'ladi. Ya'ni bog'chadagi bolalarni oyog'i metdan chiqsa ham ko'taradigandan bo'ladi. Albatta. 170 lik uzunlikdagi bog'chalar bog'cha bolalardan ko'taraveradi. Shunaqa. Ular og'irligini ko'taraveradi, to'g'rimi? Ko'taveradi, javob. Maşallah. 750 ming so'm 2 taligi, 3 talik bo'lsa 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Maşallah. Uzunligini aytdik. Uzunligi hozir bu 120 lik variantda, hozirgi kunda 130 lik qilib chiqaryapmiz. Ha, 130. Bu eski vipskamiz bu. Endi 150 yoki 170 berinsa, Berilaveradi. narxi endi ozgina o'zgarib qolishi Albatta. berilaveradi. Aha, berilaveradi. Polio degan Umumanlik. umumanlik mana. Bismillahirrohmanirrohim. Narxi 3 talik 750 ming so'm. Qolasa 2 talik, 5 talik ham tayyorlayveramiz. Polio bitta narsani ishlatdi. Nimani? Osh deydi kelyapti. Albatta. Xo'sh, mana belanchagimiz 400 ming so'mdan. Men narxini aytay. Yo'q, adashdingiz. 250 ming so'm. 250. 250 ming so'm. Men o'zi boshqa Instagram tarmoqlarda, YouTube tarmoqlarida ko'rgandim. 400 ming so'm qo'ygandi. Akamiz ancha arzon qo'yibdi. Sirop 250 ming so'm. Maşallah. Briket apparat 5. 5. Narx 200 ming so'm. Maşallah. O'zi briket apparatni bilmagan odam yo'q. Briket apparat haqida kinolar ham olinadi yaqinda. Albatta. Javobga. To'g'risi. Bu yugurish maydonchamiz, ya'ni bego'y daroshka. Mexanический ishlaydi, to'k ko'p kerak emas. Ko'rib turibsiz. Narx 4 million so'm, 5 million so'm. Mexanический. Ya'ni elektr to'ki umuman kerak emas. Mana akalar. Umuman to'kka haligi nima deydi, limitlar oshib ketdi, boshqa bo'ldi degan narsa bo'lmaydi. Shunaqa. Zo'ridan. Narxi 5 million so'm. 5 million so'm kelishtiriladi. Yana ozgina kelishtirib berasiz. Bizning kanalning nomidan chiqsa. Chiqsa, ha, Maşallah. kelishtiriladi. Bizning kanalning nomi Ustalos kanali. Qadrli esdan chiqarmanglar. Kimga misol videolarimizni ko'rib aloqaga chiqishdan oldin mana shu gapni esdan chiqarmanglar. Ustalos kanalidan chiqyapman desalaring, mana sehrli so'zda aytsalaring, ancha skidka qilib beradi. Misol uchun 5 millionlik narsani 4,5 million o'tib 500 mingga berish ham mumkin. Adashib ketdik. Yana qirib olamiz, xudo xolasa bo'ldi. Xullas, Kattalar uchun kacheri, Kacheri. barnerli variantda narxi 2,5 million so'm. 2,5 Hozir menga klient o'rab qo'yganmiz, topadi. chang bo'lmasligi Chang maqsadi. bo'lmasligi uchun, ha. Agar buni hali Lexanti varianti bo'lsa, Qilib berilaveradi. qilib beramiz, zakazga qarab. Albatta. Narxi 2,5 million so'm. Ha. Buni juda ham turi ko'p akalar. Eng arzonisi 2 milliondan boshlanib 7-8 millionlik variantlari ham bor. Albatta. Ko'rganda cho'chitadigan bo'ladi. Aha. Qarindoshlar kelib qolsa, o'sha joyda o'zi ketmaydi, yonida yotaveradi. Albatta. Mana meni ko'taradi. Albatta. Chiqing. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, qadrdonlar, yoshligimizda mana shunday nima deydi? Buni nima edi nomi? Gorka deyiladi. Ular sirpancha deyiladi o'zbekchasiga aka. Ha, ha. Iltimos, buni Hop. Ruschalashtirmaylik. ruscha gaplashtirmaylik, iltimos. Chotki gapiring deydi. Rasim. Yoshligimizda shunaqa narsalarda juda ko'p sirpanardik. Mana akalar. Krasovka ham qimmatini olganman-da akalar. Bunimizni hozir kundagi narxi 2 million 200 ming so'm. 2 million ko'rsa, mana bu ozgina nima deydi? Shifer varianti, ha. Narxi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Ya'ni 1 million 100 ming so'm ko'proq, lekin komfort. Komfort, ha. Yog'ida ham soyaboni bor, oyoqlari to'rtta o'sha hisobda. Ha. Demak, yomg'irda ham bemalol uchsa bo'ladi, o'na joyga chiqadi. Albatta. Soyabon vazifasini bajaradi. Bunimizni nomi nima? Jumaloq karusel deyiladi, aylanish. Aha. Bir 10 tacha bolacha sig'adi. Mendan ko'taraveradi. Albatta. Chiqincha. Yo, bismillah. O'ndashma. Narxi 2 million 800 ming so'm. Oh, bilindamen. Maşallah. Akalar, ukalar, bugun men bu yerdan ketmayman o. Aka, buni to'xtating endi, mazam qochyapti. Yaxshimisiz aka? 2 million 800 ming so'm. Hozir. Xo'sh, bunimiz zanjirlimiz 5 million so'm. Bu ham o'sha 3 ni aylantiriladi. Shuni aylantiradi. Ha, bog'chalarga ham zo'r bo'laveradi. Maşallah. Hozirgi kunda ko'p qavatli binolarda o'yingohiga bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Albatta. Endi kimdir o'ziga to'q akalarimiz bor-da. Nech pul dedingiz? 5 million so'm. 5 million so'm. Farzandi bo'lsa, boshqa farzandlar ham, boshqa insonlar farzandlari ham foydalanib savobi tegib tursin deyish maqsadida akamizga 5 million so'mni kartasiga o'tkazib bersa, akamiz o'zi savob uchun ekanini shuni dastavkasini tekin qilib yuborish mumkin. Albatta. Ha? Xudo xolasa. Shunaqa qilamiz. Akalar, Siz ham ko'taradi bitta o'rindiqqa. ko'taradi bemalol. Bemalol. Chiqmay qo'yaveradi. Shunday qilib balansimiz to'g'ri kelmaydida. Boshqa. Bunimizchi 4 kishilik karusel narxi 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming. Agarda shuni yoniga yana bitta o'rindiq 8 kishilik qilib beradigan bo'lsak, 2 million 200 ga to'g'ri keladi. 2 million 200 ming so'm. Buni varianti bor, uni naryoqda ko'rsatamiz. Zo'r. Aha. Xo'sh, buni boshlaylik. 1 kishiga 650 ming so'm. Aha. Sizni ham ko'taradi. O'zi aka bitta narsada Aha. mana shunaqa narsalar ko'payib ketdi o'yingohlar. Ha.
o'sha o'yingohlarga qiziqib yosh kattalardan shu ko'proq farzandli bo'lib ketyapti. Albatta. Endi farzandga qaraymiz deyishardi. Hozir Aha. xususiy bog'chalar chiqib ketdi-da. Kerak bo'lsa 5-6 oylikdan ham bog'chaga berib ketyapti ota-onalar. Shuning uchun umuman og'irligi, nima deydi, qiyinchilik tug'dirgan yo'q. O'shaning uchun farzandlar ko'payib ketyapti. Bunimizni narxi necha pul? 650 ming so'm. O'ta arzon. Meni ko'taraman. Albatta. Siqsangiz bo'lib ko'taradi. Ha, bo'ldi akalar. O'sha senga farzandimga og'laman deb turib ham o'ziga olib ishlasa bo'lar ekan akalarimiz. Xuddi shuni ikkitaligi bor. Aha. Narxi 1,5 million so'm. 1,5 million. Agar 3 talik qilib bersak 1 million 800 ming so'm. Zo'r. Xo'sh, bunimiz qayiqqachalik 2 kishilik narxi 1,5 million so'm. Aha. Shuni 6 taligi bor 2 million 200 ming so'm. Zo'r. Yo, o'sha tebranadi tagi. Aka endi mana aytib ketyapmiz-ku. 3 kishiligi bor, 6 kishiligi bor deyapsiz. Bizni ko'rib kuzatib turganlar hozir 1 kishiligini ko'ryapti-da. Endi sizni kanali nima deydi, telefon nomeringizni pastga qoldiramiz. Albatta. Telegramdan yozib, aka Viberdan, tanlovlarni tashlab bering desa, Aha. mana uni bir 17 ming xil turi bo'lsa kerak, uni tashlab beraveradi. O'shanaqa, ha, Jin bor. tanlab olaveradi. Telegram kanalimiz bor, tashlab qo'yaman. Qulayligi ham bor, akalar. Shunday. Endi qozonlarimiz bor. Xullas hamma Kareta, narsa. kareta, lesa hamma yo'q bor. Endi bo'ldi, hamma narsani tanishtirib bo'ldik-a. Aha. Endi do'stlar, qadrdonlar, men bermagan qandaydir savolim bo'lsa, Murodjon akamga pastda nomer qoldiryapman. Bemalol berishlari mumkin. Agar telefonni ko'tarmasa, mana shu telefon nomeriga nima deydi? Telegram tarmoqlarini ochgan. Albatta. Aha. Bemalol ovozli xabar, golos tashlab mumkin. Ammo Murodjon aka, mana karoser yoki kachalar yoki aravani narxini tashlab bering yoki rasm tashlab bering desalaring, tashlab berishadi, narxlarigacha qo'shib tashlab berishadi. Bundan tashqari dastavkasi bor, 12 ta viloyatga. Kelishamiz. Ya kelishgan hozir misol muammo bo'lmaydi-da. Yo'q, muammo bo'lmaydi. Qashqadaryolik bitta akamiz, menga ham kerak edi mana shu 5 millionlik kachalardan-u, lekin borib olib kelaman, qana bo'ladi degan savollarga agar bitta telefon qiling bo'ldi, yetib borgan bo'lsa bo'laveradi, to'g'rimi? Shunaqa, xudo xohlasa. Yetkazib yuboramiz. Ular qiyinchilik joyi yo'q. Hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketdi dastavka. Akamiz necha yil ish tajriba? 3 yil. 3 yildan beri ish tajribaga ega, lekin staj 30 yillik. Shunaqa. Xullas, qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Akalar, ukalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Bundan tashqari video jarayonida nima deydi, ozgina bachkanalik qilgan bo'lishimiz mumkin yoki hazil-huzul qilgan bo'lishimiz mumkin. Qo'ldan kelgancha endi rozi bo'lasizlar, sababi bizning xarakterimiz, stilimiz, yo'nalishimiz shunaqa, shunga oid. Agar yoqmayotib turgan bo'lsa yoki kimlardir qanday taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishlari mumkin. Ko'rib kuzatib turgan kanalimiz Ustoz kanali bo'ldi. Kech qurib qolmasimizdan kunimiz kech qurib qolmasdan videoni yakunlaymiz. Tan joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Tamom.